2026-yil Namangan viloyati Namangan tumanida yangi Shoptolizor barpo qilingan 30 gektar. Hop, mana samanda ek sxemasi 4 ga 2. Shu bu kapilni bo'lgan kapilni ishlangan bir tomondan bo'lganligi uchun suv muammosi qiyinchilik bo'lgan. Shoxlar biz o'ylagan darajada yaxshi yetarli chiroyli pishmagan. Shunday bo'lsa ham endi buni biz to'g'ri tartibga keltirib, liderlarda qanday tanlash va kesish amaliyotini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Yil 3-bak. Yil bahor kelsa, bak chiqarsa 3 yoshga to'ladi shu. Qanday kesishni ko'rsatamiz. Liderlarda tanlab olinadi. Orası. Liderlarni tanlab oldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta mana shu yerga sig'adi bu yerga. Endi qolgan ishlarni bemalol kichkina qanchada qilishimiz mumkin. Olib ketay. Ichiga ketgan mayda shoxlar kerak emas. Bu yerga biz mana shu yerda qo'yamiz. Tinim davrida shox oldik tanasaga e'tibor berish kerak. Va bu shoxni kerak emas shoxni imkoni bo'lsa 2 dona turda qo'yib kesilsa, keyingi yilga 1 yilda yaxshi novda chiqadi. Mana bu qoldi. Buni shunday kesdik. Ich tomoni tekis kesiladi.
mana 5 sm qo'yib kesilsa, keyingi yil uchun yangi zapas 1 yillik novda beradi. Endi buni bo'yini biz hop, deydi 1 metr ko'taradi bu. Yoki bo'lmasa 80 qo'yamiz. 80 qo'yishimizdan maqsad bu narsa mana novdalar pishib baquvvat bo'lmasa, o'tgan yili sal kam quvvat bo'lgan, suv kam bo'lgan hisobiga shoxlar yaxshi yetarli darajada pishmagan. Holatiga qarab bo'y to'xtatamiz. Mana shu holatda qilib kesilsa, nur ustiga nur bo'ladi. Bularni kesmaganimiz, bularda meva bor. Mana bu tanani o'zida ham bir oz meva bor. Uyga ozroq meva olinadi. Agar shu narsa baquvvat yaxshi o'sganda biz bo'yini sal balandroq qo'ygan bo'lar edik. Mana shu holatda shu qilib kesilsa yaxshi bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yirik, qattiq va eksportga mos keladigan qimmat gilos yetishtirishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, mana yangi kitobim chiqib keldi. 400 betga yaqin bo'lgan to'liq ma'lumotlar yangilangan ko'rinishda 60 ga yaqin navlar bilan chiqdi. Kim buyurtma berib pulini to'laydigan bo'lsa, quyidagi foydali narsalarga ega bo'ladi. Birinchisi, har bitta kitobda meni imzoyim bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda har qanday joyga bepul yetkazib beramiz. Va uchinchisi, agronomlar maktabining 2-mavsumidagi 30 ta darsni bepul olish imkoniyati, shuni yutib olish imkoniyati paydo bo'ladi va buni hammasi 230 ming so'm